Birinchi savolimiz to'g'ri to'rt burchakka o'zaro urinuvchi uchta doira ichki chizilgan, so'ralgan kesmani uzunligini toping. Chizmani o'zida ma'lumotlarimiz yetarli demak. Hop, markazlarni belgilab olamiz. Ularni tutashtiramiz o'zaro. Hop, markazdan ikkinchisini perpendikularigacha perpendikular chizib o'tkazamiz. Uzunliklarni yozib olamiz. Demak, umumiy uzunligi 6 ga teng bo'lsa, radiusi 3 ga teng bo'ladi. Umumiy uzunligi 4 bo'lsa, radiusi 2 bo'ladi. Bu yoqqa ham 2, bunga 1,5, pastki qismiga ham 1,5 to'g'ri kelar ekan demak. Xo'p, mana bu ikki kesmamiz bu yoqqa parallel ko'chadi, 2 bo'lib o'tadi. Jamsi 3 ni berish uchun bu yerga bir kesma to'g'ri keladi. Endi radiusimiz 3 ga teng edi, buni radiusi 2 ga teng edi. Shu yerda Pifagor qo'llasak bo'ladi demak, ildiz ostida 5 kvadrati minusdan 1 kvadratiga teng bo'lar ekan. Hozircha mana bu nuqtadan bu nuqtagacha bo'lgan kesmamiz. Ikkinchi tarafini topib olishimiz kerak endi. Xo'p, jami uzunligi 6 ga teng edi. Mana bu kesmasini ham 6 deb olsak bo'ladi ikkita tomonni. 1,5 tasi ketdi. Xo'p, pastdagi ikkitasi ketdi. Shunda umumiyga 2,5 ta to'g'ri keladi. Bu 1,5 tani ham hisobga olsak, bu qismi 1 ga teng bo'ladi. Umumiy hisobda 2,5 ni berar ekan demak. Radiuslarni joylashtiramiz. 1,5, bu yerga 2. Demak, ildiz ostida 3,5 ni kvadrati minusdan 2,5 da kvadratiga teng bo'lar ekan. Xo'p, kesmamiz ildiz ostida 6 ga, bu yoqdagi kesmamiz 2 ildiz ostida 6 ga teng bo'ladi. So'ralgan jami ifodamiz demak 3 ildiz ostida 6 ni beradi. Sekaldi. Keyingi misolimiz. 3 ta kvadrat chizmadagi kabi yonma-yon joylashtirildi va diagonallar o'tkazildi. Berilganlarga ko'ra alfa plus beta plus gammani qiymatini toping. Kvadrat ekan demak, tomonlarni A dan belgilab olamiz. Hop, tanginus alfani qiymatini topsak 1 taqsim 3, tanginus beta 1 taqsim 2, tanginus gammamiz 1 ga teng bo'lar ekan. Demak, biz tanginus alfa plus betani umumiy qiymatini topib olishimiz kerak. Chunki tanginus gamma teng 1 dan, gammani qiymati 45 ga tengligi bizga ma'lum bo'ladi. Tanginus alfa plus beta, tanginus alfa plus tanginus beta taqsim 1 minus tanginus alfa kira tanginus beta. Joylashtirsak 1 taqsim 2, 1 taqsim 3, 1 minusdan 1 taqsim 2, 1 taqsim 3. Soddalashtirsak bu 1 ga teng bo'ladi. Demak, alfa plus betani qiymati 45 gradusni berar ekan. Bizdan so'ralgan ifodamiz alfa plus beta plus gamma edi. Bu ham demak 90 gradusni hosil qilar ekan. Sekalga to'g'ri keladi. Keyingisi, to'rt burchakka chizmadagi kabi ikkita aylana ichki chizilgan, ikkinchi tomon uzunligini toping. Chizmadagi ma'lumotlar o'zi yetadi, shuning uchun yaqinlashtirib olamiz. Uzunliklarni davom ettirib olamiz. Markazlar orasidagi masofa kerak bo'ladi. Jami uzunligi kerak bo'ladi. Hop, bu yerdan ham perpendikular tushirib olamiz. Ikkita tarafiga perpendikular olamiz, chunki bizda 18 degan kesmamiz bor, shuni ishlatishimiz kerak. Diagonal 10 ga teng, demak radiusi 5. Bu qismga ham 5 to'g'ri kelganligi uchun 5imiz pastga tushadi. Hop, jami 16, demak 8 u 8 dan tushadi, 8 bu yerga qo'shadi. Jami umumiy hisobda 18 ni berish kerak edi. Hop, shundan hisoblasak 8 u 5 tasi ketsa, bu yoqqa 5 kesma to'g'ri keladi. Bizga kerakli qismi shu edi. Endi radiuslarni qo'yamiz 8, bu yoqqa 5. 13 u 5 bo'lsa, bu qismiga 12 qiymat to'g'ri keladi. Demak, bizda 5 uzunligimiz bor, 12 uzunligimiz bor, mana bu yerdagi 8 uzunligimiz bor. Uchalasini qo'shsak, so'ralgan uzunligimiz demak 5 qo'shilgan 12 qo'shilgan 8 bo'lib 25 ni berar ekan. Bizda B kalta turibdi.